Assalomu alaykum. Mana bozorimiz juda qiziq ketyapti. O'ka mana yelkilida qora qozilar bilan urush harbatlari yaxshi ketdi. O'sha paytda mana biz Nestle'ni yo'liga xaridorimizga 108 dona polli sotdi. Razmer 11.5 26 4 metrli toza tasma. To'g'ri mayda bitoq. Kimga kerak bo'lsa mana shopirimiz ham nomerlari 99li 485 486 7005 nomerlari. Mana o'ka xonimiz so'chdilar oldidan yuzidan taxtalarni o'libdi. Hozir ustiga kelibdi taxtani. Xudo xolos kimga kerak bo'lsa, taxtamiz o'ta xudo xolos ideal, yaxshi 1.5 sorti, toza rossiyskiy, Belarus, Xol, haliga tushib qolgan bitoq, unaqa narsasi yo'q, hammasi o'ta chiroyli. Buni narxi hammamizda bozor bo'yicha kassasi bir xil narxda qo'yganmiz. Buni narxini 62 ming so'mdan chiqazganmiz. Biz chigirma qilib, hamma chigirma qilibdi. Biz ham shularni qo'tarida chigirma qilib, buni 60 ming so'm narx belgiladi. Kimga kerak bo'lsa, Namangan shahar Shamshiboy bozori 582 583 joyimiz. Telefon raqamimiz 94li 300 7500 telefon raqamimiz. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, kelinglar, xudo xolasa ishini bitkazib beramiz. Boshqa taxtalarimiz ham hamma turdagi taxtalarimiz bor. Ishini bitkazib komplekt xudo xolasa hal qilib beramiz.